Hayoti davomida erkak kishi bilan aloqada bo'lmagan bokira rohibalar to'satdan xushsiyotgan yigitni topib olishdi va u bilan har xil ishlarni qilib ko'rishdi. Voqea qanday bo'lganini esa filmning oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Salom do'stlar, bugun sizlarga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Bokira qizlar hududi deb nomlangan filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Tanishing, bir guruh to'dalardan qochayotgan Lorenzo. Bu esa Malika Pampeniya. U yaqindagina otasidan ayrilgan va otasining yordamchisi Gerbion qizga o'z qarmog'iga olishini aytadi va qizni xohlamasa ham himoya qilaman deb uni aldaydi. Lekin qiz Drzinski ismli boy insonning o'g'lini kutayotganini aytadi. Lekin hech qanday foydasi bo'lmaydi. Mag'lub bo'lishni istamagan Lorenzo hamon Gerbionning odamlardan qutulish yo'lini qidiradi va ulardan qochib daraxt shoxiga chiqib oladi. To'satdan daraxtning shoxi sinib ketadi va yerga qulaydi. U hushidan ketadi va ozgina vaqtdan so'ng rohibalar paydo bo'ladi va Lorenzoni o'zlari bilan olib ketishadi. Lorenzo hushsiz yotgan paytda ikki rohiba unga qiziqishadi. Ular rohiba bo'lganliklari va erkaklar bilan umuman aloqada bo'lishmaganliklari sabab Lorenzoning tanasini har bir qismidan o'pishadi. Shu payt kutilmaganda rohibalarning keksasi kelib qoladi va qizlar unga yigitni farishta deb atashadi. Lorenzo o'ziga kelgandan so'ng o'zini soqov va eshitmaganlikka oladi. Rohibalar uni soqov deb bilishadi va hech qayerga ovoza bo'lmaydi deb o'ylashardi. Keyin ular Lorenzoni yuvinish xonasiga olib borishadi va u bilan har xil ishlarni qilishadi. Rohibalar Lorenzoni bog'bon etib o'zlariga ishga olishadi. Pampeniya esa dugonalari bilan suhbatlashib turgan paytda dugonalarning do'stlari kelishadi va bu albatta Gerbionga yoqmaydi va ularga yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Rohibalar esa Pampeniyani kiyintirayotganda qiz Lorenzoni ko'rib qoladi va unda yigitga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Pampeniya uni yaqindan ko'rishni istaydi va boqqa borganda Lorenzo rohibalardan biri bilan panajoyga kirib ketadi. Keyin Drzinski qizga uylanish uchun qizning saroyiga keladi va Gerbion bilan uchrashadi. U qizga uylanishini aytadi. Gerbion esa xato qilyapsan, Pampeniyaga men uylanyapman deydi. Lekin uning gaplari Drzinskiga kulgili tuyuladi va Gerbionga kim ekanligini eslatib qo'yadi. Lorenzo xonasida o'tirgan paytda ikki rohiba uning oldiga ovqat olib keladi. Ular kiyimlarini yechib, tanalarini Lorenzoga ko'rsatishadi va o'zlari xohlagan ishni qilishadi. Pampeniyaning ikki dugonasi va ularning yigitlari o'rmonda ketishayotganda to'satdan yigitlarning ketidan begona qizlar hushtak chaladi va yigitlar ularning aldoviga uchraydi. Ular molxonaga borib, sigirni tagida yotib olib, jonivorni har xil kuyga solib, o'zlari qizlar bilan jinsiy aloqa qilishadi. Shu payt kutilmaganda Flamino ismli qiz yigitini boshqa qiz bilan aloqada bo'layotganini ko'rib qoladi va ikkisi ozgina janjallashib qoladi. Bu orada Lorenzo yuvinish xonasida tog'or ichida o'tirganida unga rohibalar suv olib kelishadi va Pampeniya ham yigitni ustidan suv quyib yuboradi. Drzinski esa Gerbion tomonidan hujumga uchraydi va uning odamlarini o'ldirishadi. Yigit esa qochib ketadi. Pampeniya esa Lorenzoni kuzatadi va u bilan ko'rishib, o'zining birinchi bo'stasini oladi. Lorenzo uni tanishga ham ulgurmaydi. Flamino esa yigiti bilan yarashish uchun uning istaklarini qondiradi va kutilmaganda o'rmonda yashovchi qaroqchilar ularni ushlab olishadi. Ularni o'zlari yashaydigan makonga olib kelishadi. Qaroqchilar boshlig'i esa qizni yalang'och holatda o'ynatadi va qiz u yerdan jahl ustida chiqib, Flaminoga hech nima sodir bo'lmadi deb aytadi. Keyin ikki qiz qaroqchilarni aldab bir joyga yig'ishadi va shimlarni ichishni so'raydi. Agar kimni bananchasi katta bo'lsa, o'sha bilan tunni birga o'tkazaman deydi. Ichib olgan qaroqchilar shimlarni ichishadi. Qizlar esa eng kichkina bananchani tanlashadi. Qaroqchilarga bu tanlov yoqmaydi va bir-birlari bilan urushib ketishadi. Shunda qizlar qo'llari boyliq turgan yigitlarni ozod qilib, qochib ketishadi. Lorenzo uxlab yotganida keksa rohiba kelib, uni uyg'otib yuboradi va yigitni o'zini soqovlikka olganini ko'rib, uni haydab yuboradi. Lorenzo nima qilishni o'ylab o'tirgan paytda Pampeniya keladi va turmushga chiqayotganini aytadi. Lorenzoni saroyga olib keladi va u bilan o'tirib suhbat quradi. Lorenzo unga yuzlari yopiq qizni sevib qolganini aytadi, lekin o'sha qiz Pampeniya ekanligini bilmaydi. Kutilmaganda esa Gerbion va uning odamlari paydo bo'ladi. Lorenzo esa ularga asir tushadi. Pampeniya Gerbionga Lorenzoni qo'yib yuborishni iltimos qiladi va agar uni qo'yib yuborsang, senga o'z xohishim bilan turmushga chiqaman deb aytadi. Bundan tashqari, o'zini o'ldirish bilan tahdid qiladi.
Gerbion esa uning gaplariga ishonib, Lorensoni qo'yib yuborishga qaror qiladi. Qiz esa rassom yigit bilan kelishib oladi. Lorensoni Gerbion ikki qo'riqchisi uni qo'riqlab ketayotganida to'satdan Derzenskiy paydo bo'ladi va unga yordam berib, Gerbion odamlarni o'ldiradi. O'zidan rohibni yasab olgan rassom qiz va Gerbionni nikohini o'qishni boshlaydi. Lekin ularga Derzenskiy xalaqit beradi. Uning ketidan Lorenso ham yetib keladi. Derzenskiy esa ular tomon miltiqdan o'q uzadi va jang boshlanib ketadi. Ular askarlarni o'ldirib, Gerbionni o'zi bilan urushishadi va uni quduqqa tushirib yuborishadi. Lorenso va Malika birga qolishadi. Derzenskiy esa qizning dugonasini sevib qoladi. Film mana shunday yakun topadi.